Ukajon mana qara, ozgina yertilgan. Shuni aylantirib, tikib, kilinglar ber, suv o'tmasin, xo'p. Ay, yangisidan apiring. Qayda olib beraman yangisini? Oyog'i yetishi bormi? Har ikki kunda birdan yertasanlar, ya? Otang o'zi bozorlikka kam pul bergan. Siz bozorlik qilib chiqqancha tikib oling, xo'p? Ukajon, rahmat sizga. Keyin yaqin joylaringiz bormi? Senga kim qarayman deb o'ylab o'tirdi, kiyver. Key ustidan. Aya, ichimdan kiymovdim, qurmagandi. Aya, bu garta kattaroq ekan. Hech narsa qilmaydi. 3-4 yil kiyasan, yengini shimar, shiminga tig'an oyitagini. Binoydi. Ay, dugana, mana shularingizni bunaqa razmerdagisi bormi? Bor. Ay, qanchadan? 150. 30 ming beray. Nima indiysan? Beling og'rib pul topmayapsan-da. Jim o'tir. As. Sizniki emas, meniki emas. 34 ming. Aya. Ana bak. Yur manaqa, yur. Hamma narsani oldimmi? Ebe. Otangga shalvor olmabman-ki, sen o'tirib tur shu yerda. Nos kelaman, o'tir. Aya, bu yerda o'tirib zerikib ketaman. Nima zerikmay? Zeriksang mana Sardor semichkalari bor. Premium semichka, tuzlangan, tuzsiz. Tuzligini qancha chaqsang ham labing yorilib ketmaydi. Chunki tuzi dengizdan olib kelingan, tushundingmi? Menga ham qosinlik. Nega yoqqa o'tirasan? Mana yoqqa o'tir. Senga kim pul to'laydi? Tizimga kel, mana bu yoqqa kel. Aya, haligi oyoq kiyimni olmadik-ku, maktabga nima kiyman ertaga? Meni kiyasan. Yeding kuni bo'yi bozorda. Yeyaman, ichaman, siyaman, chichaman. Oyoq kiyimimni bersam ishga borishim kerak. Nima qilyapsan o'zi? Dada, trend olyapman, bloger bo'lmoqchiman. Trendga seni. Ber! Nima? Molimni qochirib bering. Ketdi. Nima o'zingni qochiraman, yana nimani boshlading? Dada, menga to'sqinlik qilolmasa, bloger bo'lmoqchiman. Bloger, bironta mashhur odam komment yozarmikin senga? Yozadi. Yozmasa kibiraki. Voy eshak. Qo'y bu. Voy qo'y. Jigar. Bunaqasini topa olmaysiz. Yurakchan hali ham qizartirmadingizmi? Bitta qizartirib qo'ying. Bundan kattasini topa olmadim lekin. Zo'r, qara, bu Instagramingni u kim ko'ramish qilib? Ko'radi, agar ko'rmasa ularga targa jog'i beramiz $100 ga. $100 ga? O'zi $50 qo'yu. Bo'lmasa qo'yim jonib ketdi deb turib katta bilan shunday qo'yarasiz. Kecha olib kelib qo'ygan bo'lmagan qani? Men bizlar 10 kishiga yig'san tarqatdik. Keyingisi siz bo'lishingiz mumkin. Like, podpiskani esda chiqarmaysizlar. Har bitta obunachim uchun bittadan qopqoq qo'yaman, mashina. O'zingni orqaga probka qoqib qo'yaman. Dada! Dada! Xuddi otenga dadajon deb yozilgan ko'mi top kelgandek baqirasan. Menga ishonmadingiz. Reklama oldim. Nima u? Bu lalaku zamonaviy texnologiyalar ishlab chiqarilgan. Namlikni o'tkazmaydi, allergen toshirmaydi. Turistchiligi ham bor. Nech pul berdi? Yo, pulga emas, barterga. Men reklama qilaman, ular menga lalaku beradi. Yaxshi. To'miye uyimizda chaqaloq yo'q. Kimga taqamiz uni? Aka, qarang. Menga hatto $100 ham bera olmaysizlarmi? Bilmadim, men boshqalar qanaqa bilmadim, lekin men ota-onam yoshini hech o'ylab bunchaga kirgan deb o'ylab ko'rmagan ekanman. Yilini bilaman. Buncha yosh bor. Yilini bilaman, lekin 3 kam 70 ga kirib qo'yibdi-da. Nasa shuni bilyapman. Yo'q deyapman. Yillik shu atrofda deb o'ylayapman. Tushunasizmi? Ana shu atrofda deb o'ylayapman. Men endi o'ylab ham ko'rmagan, betib yillikka yillikdan oshganda deb ham o'ylab ko'rmagan. Prosta shunday yo'q xayol ana shunday bo'lgan. Tushunasizmi? Shunaqaroq deb o'ylaganman. To'g'ri.
Yalanmi? Yosh deb o'ylaganman. Qarasam 70 ga, 3 kam 70 ga kelgan. 3 kam 70 ga. Kichkina farzandga mazza deydi-ku. Kichkina farzandga mazza emas deganman men. Men o'zim fikr chiqarganman. Kichkina farzandni o'zingizdan. Ha, eng kichkinasiman men. Men esimni tanib, aql hushim yig'ib, ota-onamga nimadir xizmat qilaman degan vaqtimda ota-onam qarib o'tiribdi, tushunyapsizmi? To'g'ri. Katta akam aqli hushi joyiga kelgan vaqtda ota-onam yosh bo'lgan. Katta akam ota-onam bilan ko'proq yashaydi, qo'pol qilib aytganda. Ha. To'g'risida kichkina farzand endi aqli hushi joyiga kelgan vaqtda, masalan men aqli hushimni endi xizmat qilaman degan vaqtimda meniki aytibman 70 ga yaqinlashyapti-ku. 3 kam 70. 67 ga kirgan. Jo'shamiz 67 ga kirgan. Keyin shular o'ylab, nima bilan xursand qilish bilmay, kunlik foydalanishi deb turib, shu boshim qilib turib, haligi akamlar bilan. Yana keldingmi? O'tkir aka, yana bitta imkon berarsiz. Sen o'ylagan narsa baribir bo'lmaydi. Aytdim-ku, bir-birimizga umuman to'g'ri kelmaymiz deb. Buni menga aytgan atirgullarning onang hidini ham bilmasa kerak. Qizaloq. Yo'limdan qoch, men o'qishlardan chalg'ityapsan. Hech bo'lmasa sovg'alarimni olib o'ylab ko'ring. Kim olib kelding gul? Ha? Sen kuchuk nimadir qilyapsan sen? Kimgadir yaxshi gapiryapsan sen? Otini ham bilmayman. Hali bemalol istora qo'yaverma, shikolatlarni yeyaveringlar. Sen borur. Почему ты меня избегаешь? Мне не надо отношения. В чем мой минус, Уткир? Seni darogang отдельный, мне дорога отдельная. Xullas yo'limiz boshqa. Я тебе pодарок принесла. Последний подарок. Yana pодарка olib keldi. Uyda pодарка tiqilib yotibdi. Bo'ldi, orqamdan yuraverma. Ket, haligi. Ket xullas. Men sachini bunida qurit. Daysi originalim bu. Padelkasini olmayman-ku. Qiziq gapirasiz. Yana nimani boshladim, rozi bo'lmayman baribir men. Syurpriz! Nima iPhone telefon bersam shuni oldimga cho'g' tushib ketadi o'ylayapsanmi? Ishonchda hozir hamma do'konlarda bu 11 dan boshlab 14 Pro Max gacha yaxshi ishlatilgan, tekshirib olingan telefonlarni arzon narxlarda olishim mumkin. Undan tashqari trading orqali iPhone, Samsung telefonlarini shuni olib borsan, nafaqat telefonga, maishiy texnikalarga almashtirish berish mumkin. Agar telefon puli yetmayotgan bo'lsa, qolgan summani bo'lib to'lashga ham qilib berish mumkin. Sizni xursand qilish uchun shuncha harakat qildim. Хотя бы shu telefonni oling. Mayli, shahar qizlardan borib charchab ketdim. Bu turishda borki men shunday qishloqqa ketaman. Mana shu bitta o'tkir bordi, shaharlardan shu o'tkirdan boshqa jetdilaring. O'tkirsiz yashab ko'ringlar-chi. Hey o'tkir, bu yoqqa qara ber. Shahla? Maqat. I've been loving you. Nima ko'zingni g'ilay qilib romantika qilib jotsan xayolingda? Bankani bo'shatib ber, yenam kutyapti deyapman senga. Yenangda hanaqa o'zing hal qilding-a, to'g'risini aytur. Trey, darmayet, oynaga qaraganmisan? Kelib senga qatoq olib kelamanmi? Tintaga olish, aptingni qara, maymunga o'xshaysan. Yixti, bunaqa gaplar yeshitmaganimga bor-ku, vobshe ko'p bo'ladi. O'laga shunday maza qildim.